Voy cheksalar ham mayli-ku-ya. Texnika xavfsizligi qoidalariga umuman amal qilmaydilar. Tunov kuni yangi shim kiygizib ko'chaga chiqarib yuborsam, hamma yo'g'ini kraska qilib ketdi. Voy dadasi, nima qildingiz? Hamma yo'g'ingiz rasvo qilibsiz-ku, yangi shim kiydirgandim sizga desam, stalbaga e'lon yopishtirilgan ekan, rosa balandda ekan, chirmashib chiqib o'qidim-da dedilar. Hey, o'sha stalbaga nima deb e'lon yopishtirilgan ekan, o'qidingizmi desam, o'qidim. Stalba kraska qilingan ekan deb yozilgan ekan dedilarda. Voy, rosa yomon kraska ekan. Hech narsa bilan ketmadi. Oxiri qo'shnimiz Erkin akadan benzin olib, benzinga yuvib ketkazdim-da. Ana tog'oradagi suvni qayerga to'kishni bilmasdan olib kirib unitazga to'kibman-u, ana zormondani tortish esimdan chiqib qopti-da. Bu kishim o'sha yoqqa kirganda chakadilarmi? Yonib turgan gugurtni tashlaydilarmi? Voy voy. Gagarinam unaqa tezlikni ko'rmagan o'rgilaylar. Erimni unitasi bilan tomdan topib tushdim. Xullas, ahvol o'zingizga ma'lum. Oyoq qo'l gipslangan, bo'yniga bo'yintirig gipslangan. O'ng qo'llari xuddi so'rashadigan odamdek ko'krakda turibdi. Turolmaydilar, o'tirolmaydilar, turolmaydilar. Yesh ichishlari bulyon, chaqaloqning o'zi. Yaxshiyam yoshligimda hamshiralikka o'qib qo'ygan ekanman. Bir kunimga asqotyapti-da. Voy, bunaqa qilib bu odamga termilib o'tiraversam, kelin salomu challariga kim boradi o'rgilaylar? Oyoq qo'llari gipslangan, bo'yin tiriqlari gipslangan, turolmaydi. Akalariga bir salom deganim bilan birov kelib 1-2 so'm qistiralmidi? O'ylanib o'tirsam, darvoza taqillab qolsa bo'ladimi? Shundoq borib qarasam, eshikni tagida ulfatlari turibdi. Voy, ko'zim yarqirab ketdi. Ulfatlarning mehr oqibatliligini qarang. Bu ulfatlardagi odamgarchilikni qarang. Ulfatdan ota-onasini ko'rgani bormasa bormaydiki, agar ulfatini ko'rgani kelmasa, ichgan aroqlari kayf bermaydi-da. Kelin poshshan, siz borib bir aylanib kelavering. Ancha ulfatimizga qarab zerikib qolgandirsiz. O'zimiz qarab turamiz desa bo'ladimi? Voy, xursandligimdan kiyinib so'mkalarimni olib aylanishga ketdim. Voy, aylanib ishlarimni bitirib kelib uyga kelsam, uyni tanib bo'lmaydi, hamma yo'q tutun. Oynalarni ochib, sekin tutunni tarqatib qarasam, ona 4 ta ulfatim qolgan ulfatlarini ham chaqirib olibdi. Hammasi g'irtmas. Bunday qarasam, ona hech qayeri qimirlamaydigan erim ham g'irt kayib. Hey odamlar, voy, meni erimni qanaqa qilib ichkizdilaring? Buni chakagi ochilmasdi-yu desam, bitta alkash sekin turib gildillab menga qo'li bilan osma ukolni ko'rsatsa bo'ladimi? Voy, bularni qarang. Osma ukolni shishasini olib tashlab, o'rniga aroqni shishasini qo'yib, o'shani shlankasida tomizib erimni ichkizib kayf qilib qo'yibdi-ya. Voy, bularni uddaburonligini qarang. Voy, bularni tadbirkorligini, omilkorligini qarang. Agar aroq bo'lmaganda dunyoni ilmini suv qilib ichib bir joydan teshib chiqardi-ya. Voy, o'zimizning tadbirkor erkaklarimizdan aylanaylik. O'zim o'rgilay sizdan, taysin ko'paysin sizdan aylansin dadajonisi.